Yaqin do'stingizga pul sarflash umringizni uzaytirishini bilarmidingiz? To'g'ri gapirayotgandir balki. To'g'ridir Qayerdan aka. bilasiz? Ishlaylikcha oxirigacha. Fokusda ol. Kaliforniya universiteti olimlari Aka, olimlar o'tkazgan o'tkazgan ekan. tadqiqotga ko'ra, saxiylik Ana qilishini qara buni. Yonini olishini. qilinganda miyadagi mukofot bilan bog'liq hududlarni faollashtiradi va stressni kamaytiradi. Natijada yurak salomatligi yaxshilanadi. Aka, yurakka ham foyda ekan. Siz yaxshilab eshitdingiz. Mana, endi böyle yoshingiz kattalashyapti. Sog'liq sizga kerak. Sog'liq bizga kerak emas hozir aka, sizga kerak. Hayotdan ko'proq qoniqish paydo bo'ladi va bu omillar uzoqroq hamda sog'lomroq yashashga yordam beradi. Tadqiqot muallifi O'lib keta qolay. aytishicha, hatto kichik saxovat ham jismoniy va ruhiy foyda keltiradi. Ayniqsa ular mazmunli. Ruhiy ham foyda keltiradi. O'rtoq bering, qo'l qo'yib beraman. Hali ham o'ylanib o'tiribsizmi? Videoni eng yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying. Qalampurdan Biz ne только yuboryapmiz. Ko'rsatyapmiz mana. Ko'rsatyapman mana. Bu sizni o'ylash. Bu hech qanaqa emas aka. Sizni yuragingiz yaxshi bo'lar ekan, quvnoq yurar ekan, stress bo'lmas ekan. Umringiz uzoq bo'lar ekan. Ham har tomonlama aka. Aka, shunga ayvesh bera olmaysizmi aka? Endi chiqardingiz. Infarkt qilmoqchimisiz? To'g'risi mana manga beryapman. Siz aytib menga berasiz. Ha. Boshsiz tushuntirdi. Qarang, siz ham do'stingizga yaxshilik qilasiz. Men ham do'stimga yaxshilik qilaman-da, ko'ryapsizmi? Dvoynoy. Menga kim yaxshilik qiladi? Siz aka, siz Siz ham do'stlaringiz bordir. sizga akangiz yo'qmi? Tankangiz yo'qmi sizni? Kechdim. Tankingizdan? Ko'yinda.